Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana koksidioz to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bu yo'llarda koksidiozni kelib chiqishi aslida quyonlar 30 kunlik bo'lganda quyon bolalari koksidiozga qarshi albatta sug'orish kerak. Ya'ni Biococcus, Staphylococcus, Enterococcus shunaqa suyuqliklar bor. 1 litrga 1 grammdan qo'shib 5 kun mobaynida beriladi. Onasi-yu bolalari ichaveradi. Xo'p, yana koksidiozni kelib chiqishi qanday bo'ladi? Quyonxonani albatta pokiza qilish kerak. Quyonda siydigida ammiak degan modda bor. Shu quyonxonada ko'payib ketganda, shundan har xil shunaqa koksidiozlik, shunaqa kasalliklar ko'p bo'ladi quyonlarda. Qorin ishish, ich o'tish shunaqa narsalar bo'ladi. Shuning uchun albatta quyonxonani ham pokiza qilish kerak. Iloji boricha hashak solib qo'ysa yaxshi tagiga. Orqali siydik axlatlarni tozalab turadi. Ya'ni yana u sharoitiga qarab, o'z sharoitingizga qarab albatta tez 3 kunmi, 4 kundami bir tozalab tursangiz bo'laveradi. Endi ungacha ko'payib ketsa axlatlari albatta undan ertaroq ham tozalashingiz mumkin. Quyonchalarni albatta sug'orish kerak. Yemga qarab albatta sifatli yem berishlarini so'raymiz. Albatta sifatli yemda nimalar quyonlar albatta yaxshi bo'ladi. Mana quyonlarimiz, bularimiz 1 oylik bo'ldi. Yaxshi holati zo'r, inshaalloh toza Italiya xikol quyonlari bular. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Onasi, xikol quyonimiz onasi 6 kilo, 6,5 kiloni teparog'ida bo'lsa kerak, adashmasam. Hozir bu quyonimiz 10 ta bola katta qilyapti. Albatta koksidiozga e'tibor beringlar. Yem suvini sifatlisidan beringlar. Sabzi, ho'l o't, unaqa narsalar mumkin emas quyonlarga. Kim aytsa aytaveradi. Men beraman, undaqa hech narsa bo'lmaydi. Bari vaqt keladi, quyonni dabdalasini chiqaradi ho'l narsa. Quruq beda, ko'rim, qotgan non, suv albatta berib turinglar. Albatta obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Like'larni bosib qo'yasizlar. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar hamisha.